Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kartoshka urug'ini ekish uchun tayyorlayapmiz. Hali ekishga ozroq bor. Kartoshka kurtaklari, ya'ni nishlari deymizmi nima, o'sib chiqishi hali maydaroq. 2 hafta bo'ldi. Shunda ham hozir ham eksa bo'ladi, lekin bizda yomg'ir bo'lyapti, shuning uchun keyinroq ekamiz. Shunday bo'lsa-da, hozirda yomg'ir kunlarida bekorchilikda kesib qo'yishga qaror qildim. Ko'pchilik aytishadi, kesish mumkinmi, mumkin emasmi, hosildorlikka foydasi bormi, yo'qmi? Yerga ko'proq yerga yetkazishga foydali ham bo'ladi, ya'ni tejaladi deyiladi urug'. Menimcha emas, ko'pchilik dehqonlarimiz qanday fikrlashadi? Bu kesib ekilgandan keyin, kartoshka unib chiqqandan keyin urug'lik kartoshka chirib ketishi kerak. Ya'ni ko'pchilik hollarda kartoshkani kovlasangiz, eski urug'i o'sha o'zak tomirida yopishib turgan, chirimagan holda ko'pgina ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha holatda nima bo'ladi? Kartoshka butunligicha tursa, oziqani yangi hosil kabi kartoshkani oziqasini olib turadi. Kesib ekkan holatimizda esa kesilgan kartoshka chirib ketishi ehtimoli ko'proq. Ko'pincha chirib ketadi va kartoshkani hamma oziqalari, hamma kuchi yangi hosilga beriladi. Va shuning bilan kartoshka unumdorligi, uning sifati ga ta'sir qiladi. Va shuning bilan birga uning hosili mo'l chiqishiga ta'sir qiladi. Albatta, kartoshkani hosili yaxshi chiqishi buning bilan kifoyalanib qolmaydi. 100 ga yaqin, balki ko'proqdir faktorlarga bog'liq. Bu urug'ning yaxshi tanlanishi, yerga qarashlov berishlari, ekilganda agrotexnika ishlari, buni kartoshka ekib yurgan dehqonlarimiz hammasi bilishadi. Shunday bo'lsa ham urug'ni ham tayyorlash o'sha ko'pgina ko'rsatkichlarning, hosilning yaxshi chiqishiga xizmat qiladigan ko'rsatkichlarning biri bo'ladi. Shunday ekan, tayyorlashni ozgina ko'rsatib o'taman. Demak, kartoshkada har bir bo'lagida iloji boricha ikkitadan kurtagini qoldirish kerak. Nimaga bittadan qoldirsa ham bo'ladi, lekin ikkita qoldirsangiz ekish davomida sinishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu ikkinchisi как zapaskadek bo'ladi. Mana biz bu kartoshkamizda hali unib chiqmagan ko'zlari bo'lsa ham bundaysiga kesyapmiz mana. Bittadan qolyapti, lekin yana bu tarafda yana yangi kurtagi chiqyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana xuddi shunday qilib kesib ketaverishga. Keyin ayrim kartoshka urug'lari tagi chirib qoladi. O'sha chirigan tarafini olib tashlash kerak. Agar o'sha payt ekayotgan bo'lsangiz, uni olib tashlash shart ham emas. Lekin hozir tayyorlab qo'yapmiz. Yana kesib qo'yganda ko'pchilik uzoq vaqt saqlaydigan bo'lsa, ya'ni 1 oydan ko'proq muddatdan keyin ekiladigan kartoshka urug'ini kesayotgan bo'lsangiz, albatta biror narsaga o'sha kesilgan joyini ishlov berib, ko'pincha kul botirib qo'yishadi. Oddiy kulga botirib yoki tuproqqa ham, quruq tuproqqa botirib qo'yishadi, ekmasdan oldin boshlanib ketmasligi uchun. Yana bitta narsa bor, kartoshka urug'ini yuvish kerakmi, yuvish shart emasmi degan. Ko'pchilik yuvish kerak deyishadi va yuvadi. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Yuvmasangiz qanday kartoshkani ko'zlariga, ya'ni kurtak unib chiquvchi joylariga loy kirib qatib qolgan. Loy kirib qattiq bo'lib qolgan va u nish kurtaklarining chiqishiga xalaqit beradi. Shuning uchun albatta buni urug'likni oldin, unib chiqmasdan oldin yuvib tashlash tavsiya etiladi. Siz kartoshkani qanday ekasiz? Kommentariyada o'z fikrlaringiz bilan bo'lishing. Menimcha dehqonlarimizga foydali bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.